O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish milliy loyihasi tomonidan loyihaning 3-fazasida respublikamizning barcha viloyatlaridagi suvchilar maktablari demo uchastkalarida o'rnatilgan agrometeostansiyalar O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishlari vazirligi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligining data.meteo.uz saytiga integratsiya qilindi. Ushbu ma'lumotlarni ko'rish uchun saytning chap burchagidagi menyuni ochamiz. Menyudan Ma'lumotlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda meteorologik ma'lumotlar oynasi chiqadi. Bu yerdan avtomatik stansiyalar ma'lumot bo'limi ostidagi mini stansiyalar ma'lumot menyusini bosamiz. Xaritada binafsha rangdagi doiralar meteorologik stansiyalar qo'yilgan joylarni bildiradi. Biror stansiya ma'lumotini ko'rish uchun doira quyi qismidagi kichik nuqta ustiga bosamiz. Ochilgan oynada stansiya joylashgan joy nomi, oxirgi yuborilgan ma'lumot vaqti, harorat, nisbiy namlik, shimolga nisbatan shamol yo'nalishi, shamolning o'rtacha tezligi, shamol tezligi, atmosfera bosimi, tuproq harorati va tuproq namliklarining 30, 60, 90 va 120 sm-dagi holati hamda tuproqning elektr o'tkazuvchanlik ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar asosidagi hududiy iqlim hamda ekin turi hisobga olinadi. Shu orqali har bir ekin uchun kerakli suv miqdori aniqlanib, ortiqcha suv sarfini oldini olish va sug'orishni to'g'ri rejalashtirish imkoniyati yaratiladi.